Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Mana bu qatlamani ko'ring. Qavatlari sochni tolasidek bo'lib ketgan. Qanaqa tayyorladingiz deysizmi? Keling, hozir birgalikda tayyorlaymiz. Aslida ushbu qatlamani tayyorlab ko'rsatishimni obunachim iltimos qilganlar. Marhamat, tomosha qiling. Ushbu qatlamaga xamirni xuddi oddiy qatlamaga tayyorlagandek tayyorlab olamiz. Demak, bir kosa suv kerak bo'ladi. Tuz solamiz. Tuzni yaxshilab aralashtiramiz. Un solib xamir qoramiz. Oddiy osh xamir, qatlamani xamiri. Unni keragicha solamiz. Demak, bir kosa suv 400 ml chiqadi manda. Bir osh qoshiq tuz soldim, lekin osh qoshiqda silla qilib tuz solamiz, yuvormaymiz. Xamirni qormaganimizdan keyin yaxshilab mushlab olamiz. Ish stolimizga olamiz, yaxshilab ishlov beramiz. Zuvalamiz katta zuvala, xamirni bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak. Men 6 bo'lakga bo'laman. Xamirni aslida 8-10 bo'lakka bo'lsanglar maydaroq qatlama bo'ladi, ham yeyishga qulayroq bo'ladi. Men 6 ga bo'ldim, shunda o'rtacha qatlama chiqdi. Katta ham bo'lib ketmadi, mayda ham bo'lib ketmadi. Xamirni 6 ga bo'lganimizdan keyin zuvalachalar tayyorlab olamiz va 10 minut tindirib qo'yamiz. Albatta, zuvalachalarni o'rab olib qo'yamiz. Bu paytda sariyog' eritib olamiz. 150 gram sariyog'ni eritamiz, unga yog' quyib aralashtiramiz. Mana 150 gram sariyog'ni eritib olganman. Hozir 100 ml yog' quyamiz. Stakanim merkali stakan, mana yog' quyganda ham ko'rinib turibdi. 100 ml yog' quyib oldim. Aralashtiramiz. Mana endi chetga olib qo'yib turamiz. 10 minut vaqt o'tdi. Zuvalani bittadan olib yoyishga o'tamiz. Zuvalamiz kichkinagina, o'shaning uchun unlab turib birinchi jova yordamida ochib olaman, dumaloq qilib, keyin o'qlov yordamida yana yupqa qilib, katta qilib yoyib olamiz. Bu qatlama turini ijtimoiy tarmoqlarda arab pazandalari, turk pazandalari, hattoki Xitoy pazandalari ham tayyorlab ko'rsatganlar. O'shaning uchun aniq bir ma'lumot bera olmayman, qaysi millatni taomi, qaysi millatga mansubligi haqida. Demak, xamirni yoyganimizdan keyin yog'lab olamiz. Xamirni yuziga yaxshilab surib chiqamiz. Hozir xamirni sochni tolasidek qilib kesib chiqishimiz kerak. Turk kanallarida ko'rdim, oldin kesib olib turib, keyin yog' surishgan. Xamirni yog'lab bo'ldik, endi kesishga o'tamiz. Kesayotganimizda orasi nihoyatda bir-biriga yaqin ingichka bo'lishi kerak. Taxminan 4-5 mm bo'lishi kerak. Ana shunda sochni tolasiga o'xshab qavat-qavat bo'lib chiqadi. Xullas, ekranda ko'rib turganimizdek mana shu tartibda kesib olamiz. Hozir kesib olgandan keyin sizlarga yog' surib ko'rsatib beraman. Qiyin bo'ladi, kesilgandan keyin yog' sursa. Xamir mana ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Xullas, xamirni kesib oldik, ikki yon tomonidan yig'ishga o'tamiz. Mana qarab turing, osongina surib qo'yamiz. Bir joyga to'plab olamiz. Har bir zuvalani xuddi shu tartibda tayyorlab olamiz. Xamirni hozir taxtakachni ustiga olamiz va yog'ini yog'lab olishimiz kerak. Chunki xamirni ustiga yog' surdik, tagiga surmadik. Ana shuning uchun o'sha tegi tarafiga surib olamiz. Mana shu tarzda 6 ta zuvalani tayyorlab olamiz. Keyingi tayyorlaganlarimiz turib turadi, ustini yopib qo'yinglar. Hozir esa mana birinchi tayyorlaganlarimizni olib, xamirni cho'zib dumaloq shakl berib olamiz. Xamir osongina cho'ziladi, chunki yog'langan xamir. Boshida qo'limga o'rab olaman, keyin stolga qo'yib turib, mana aylantirib olamiz. Xuddi qatlamani xamiriga o'xshab dumaloq shakl berib olamiz. Bu ham qatlama, o'zbekcha qatlamaga o'xshab demoqchi edim. Demak, mana yana bir bor ko'rsataman. Xamirni cho'zib qo'limizda tortib o'rab olamiz, dumaloq shakl beramiz. Mana hozir stolga qo'yib turib, dumaloq shakl beramiz. Xullas, shu tarzda 6 ta zuvalamizni tayyorlab olamiz va pishirishga o'tamiz. Qolgan zuvalalarni ham birov ko'rsatib o'taman. Mana qo'limizda xamirni tortamiz va dumaloq shakl berib o'rab olamiz. Mana shu 6 ta zuvalaga tayyorlab qo'ygan yog'imizni amal taqal qilib yetkazdim. Yaxshi bo'ldi, ortib ham qolmadi yog',
ham yetmay qolmasligi ham mumkin edi. Faqat qatlamalarni pishirayotganimizda ozgina yog' beramiz. 5 minutga ustini o'rab turib tindirib qo'yamiz. Tingandan so'ng bittadan olamiz, qo'limizda ochib olamiz, juva yordamida. Salgina ochamiz-ja, unaqa ko'p ochmaymiz. Juva yordamida ochayotganingizda qalinroq bo'lsin. Unaqa yupqa qilib yubormanglar. Hozir endi pishirishga o'tamiz. Men tovada pishiraman. Demak, ozgina yog' sepib olaman. Ko'pchilik quruq tovani qizdirib turib pishirishgan, lekin men ozgina yog' berdim. Agar yog' quyib pishiradigan bo'lsanglar, varolari sochilib ketib qoladi. Pishirishga qiynalasizlar. O'rta olovda aylantirib pishirib olamiz. U tarafiga o'giramiz. Mana buni ham aylantirib pishiramiz. U tarafiga, bu tarafiga o'girib qizarguncha pishiraverasizlar. Shu tarzda qatlamalarni pishirib olamiz. Pishgan qatlamalarni olib dasturxonga tortamiz. Qolgan zolalarni ham xuddi shu tarzda pishirib olamiz. 6 ta qatlamamiz tayyor bo'ldi. Hozirgi qatlamalarni qavatlarini ko'rsataman. Qavatlari sochni tolasiga o'xshab juda ham ko'p. Tayyorlagan qatlamamiz mega qavatli bo'ldi. Mana buni qarang, mana yaqinroq olib kelib ko'rsataman. Tolalarini qarang, ko'pligini. Mana azizlar, obunachim iltimos qilgan qatlamani ham tayyorlab ko'rsatdim. Ekranda o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ringlar. Shunday qilib, kanalim muxlislari, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sochni tolasidek mega qavatli qatlamani tayyorlab ko'ring. Xayr, salomat bo'ling.